Assalomu alaykum Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Navbatdagi yuklarimiz mana Tojikistonga chiqib ketyapti. Kargo orqali ko'rib tursanglar bo'ladi. Komplekt holatda migalkalari, qoliplarini qilib qo'yib berganmiz. Yaqinroqdan ko'rsatib o'tamiz. Gold Clinker kuzatib boruvchilar. Padrachivka qolipdan, Barsho so'qildan, 3D dan, lazerdan hamkor tanlashda adashmanglar. Gold Clinker korxonasi O'rta Osiyoda nomer 1. Tez kunlarda shuni aytib o'tamiz. Gold Clinker korxonasi juda ham katta yangilik bo'lyapti. Xudo xolisa kutinglar. Shunday qoliplardan qanday mahsulotlar chiqadi deydigan aka-ukalarimiz mana ko'rsatib o'tamiz. Xuddi shunday mahsulotlardan ko'rib turgan mahsulotlaringlar qo'ysanglar bo'ladi. 2025-yil, 26-yilda akalarimiz nima biznes qilaman deydigan akalarimizga hozirgi kunda trendga kelayotgan Gold Clinker fasadli plitkalari master ustalarimizga mana ko'rsatib o'tamiz. Kamol aka o'zi to'liq holli mana shu akamizning qo'lidan shogird bo'lib chiqasizlar. Mahsulotlarni sifatli chiqarishni boshlanglar. Gold Clinker korxonasi sizlarni kutadi. Mana mahsulotlar, bibirlarni ko'rib o'tasizlar. Aytib o'tgan yangiligimiz O'rta Osiyoda bo'lakcha yangilik bo'lyapti. Fasadli plitka sohasida yangilik toshlarimiz, yangilik svetlarimiz sabr qilib sizlarga qilgan va'dalarimiz ustidan chiqib, yangiliklarni qilishni boshlaganmiz. 10-15 kunda xudo xolisa katta xudo xolisa yangiliklarni kutib qolinglar Gold Clinker korxonasidan. Sizlarni korxonamizda kutamiz.